Tünügünkü ve bugünkü qəhrəmanlıq. Abduvali Ayub. Uyğurның qədimki təvərrük tupraqlardan bolğan ili diyarı batırlarning böşüki. 100 yılğa yetmеген vaqtda bu diyarda yüz bergen iki qıtımlıq qo'zg'alon tilga ilinsa, ikki batırning ismi tangla zikr qilindi. Sadir Palvan ilida sultanlıq qurish uchun ot chopgan bo'lsa, G'ani Batur Uyg'urga jumhuriyat qurish yo'lida qon to'kkan. Urush maydonidan ilm saynasiga, san'at sahnasiga va top maydoniga ko'chgan. Qoral avtomatdan bilimga, kompyuterga va kitobga o'zgargan bugungi davrda bizga G'ani Batur bakrak kerakmi yoki Sadir Palvonmi degan savol pat-pat esim kelib qoladi. Yana ba'zida bu ikki Batur bir davrda yashab qolgan bo'lsa qandoq bo'lar edi degan g'alit xayollarga kelib qolman. Bugungi Uyg'urlarda ili sultonlik haqida biladigan cho'nglarmi ancha ko'p bo'lmasa kerak. Ammo Sadir Palvonni biladigan cho'nglarla emas, bolalarmi xili ko'p. Sadir Palvon haqidagi qo'shoqlarla emas, naqshlarmi har bir Uyg'urning quloqlariga "Sen kimning avlodi? O'ylasang-chu" deb ochiq nido qiladi. Mana bu naqshining, san'atning kuchi. Adabiyot san'at orqali terilgan qahramonlar Sadirdek o'lmas bo'ladi. Naqsh qo'shoqlarda yashayotgan 15 yoshda Batur atalgan Sadirning ruhi haqqoniyat maydonidan qochib, xilvatni makon tutgan. 15 yoshga necha kiribmi Batur emas, odam bo'lolmagan bugungi kishilarning arvoyini uchirdi, yuzini qizartdi. Sadir Palvon haqida Uyg'urda bir qancha qo'shoq va hikoya kitoblar yozilgandan boshqa maxsus bir roman yozilgan. Teyipcan Adiyning Palvon keldi degan hikoyasida Sadir qo'rqimsizlik, farosat va samimiyatni o'ziga mujassamlagan bir qahramon bo'lib, ko'z oldimizda zohir bo'ldi. Sadir yo'li nomli romanda Sadirning oddiylik ichidagi fidokorligi, haqqoniyatchi ruhi va samimiy oqko'ngil xislati yoritildi. Bu asarlarda Sadir Palvon janglardagi shuncha fidokorligi, mahorati va boshlamchiligi badaliga huquq, payda va huzur tamasida bo'lmay, dushman yo'qolganda etiz beshiq qaytib ketganligi yoziladi. Rahmatlik ustoz Zordun Sabir Onyurt romanida G'ani Baturning o'zini Sadir Palvonga selishtirib, uni Sadir Qonruq deb ataydiganligini yozadi. Menmi ba'zan ikki Baturni selishtirib qolman. Manga Sadir Palvonning ili sultonligi qurilib, qo'zg'alon g'alib qilgandan keyin yurtga qaytib oddiy dehqonlikni tanlag'ini yaraydi. Buning aksicha Onyurt romanida Nilqida inqilobni boshlagan G'ani Batur bilan Fatih Baturlarning urushni biz qilsak mevasi xalqning bo'ldi degan ma'nodagi qo'shashlari ularning botirligiga ko'langi tushirdi. Onyurt romanida yozilishicha G'ani Batur inqilob g'alabasidan keyin harbiy sotning boshlig'i bo'lgan ekan. Zordun Sabir uning sotlarda qonunni qandoq ijro qilib, adolatni qandoq qo'g'diganligini yozmagan. Aksicha so'rinlarda to'ylarda surgan rohat farog'atlari va ba'zida chekkan hasrat nadomatlarini yozgan. Shu chaqda amaliyot shu bo'lsa kerak. Ömrüdə məktəb yüzü görməyən bir adamның saqçı, təftiş və sot arasındakı xizmət təqsimatı və nazaretçilikni to'g'ri tushunib, muvaffaq bir taraf qila olishi oson emas. Shunga Onyurtda yozilgani uning sotdagi adolat emas, janglar va to'ylardagi karomati bo'lishi mumkin. Sadir Palvon qatnashgan inqilobning oxiri tumanlagan Uyg'urning ona vatanni tark etishi bilan natijalangan bo'lsa, G'ani Baturmi o'zi qon to'kib olgan mehrissiz tuproqlardan yosh to'kib turib ayrilgan. Shu chaqda vatanni tark etganlarni 60 mingdan ortiq deyishidi. Holbuki Kompartiyaning tasarrufida qolgan 69 yilda ular o'zi ketgan bilan bizga qolgan qahramonlik qalblarda ko'klab, keyingilarga tiz pukmas bir ruhni singdirdi. Lekin afsuslik ichida shuni ko'rib turibdimizki, bugungi avlod Sadir Palvon va G'ani Baturlar erishgan utuqdilla emas, ular qon to'kkan tuproqdanmi bargancha uzoqlashib g'oyib bo'lmoqda. Bugungi davrda qahramonlik tilga ilinsa, o'qlarning tatatlagan ovozini esga ilish behojat. Kasallik, nodonlik, namratlik, adolatsizlik, tengsizlik, mustabidlik, nafsoniyatchilik degandek raqiblarga qarshi tantarbiya, muzika, ilm, iman va san'at qatorli qurollar bilan kurashga otlanishmi botirlik, fidokorlik, qahramonlik talab qiladi. İnsoniyatning o'rtaq orzusi bo'lgan kishilik huquq,
erkinlik, adolat va haq uchun qilinayotgan kurashga shohidlik qilish uchunmi shehidlik ruhi va botirlik jasorati kerak bo'ladi. Qur'onda shehid so'zi bilan shohid so'zining tomiri bir bo'lib, haqni to'nigan bir musulmonga yo haqni so'zlash, haqiqatga shohid bo'lish yoki shehid bo'lishda ikkilanish bo'lmaydi. Bugungi bundaq puruqsiz jangda lozim bo'ladigani faqat savatsiz g'ani botirlar emas, dushmanni ham qilich hamda qilichdek so'zlar bilan mat qilgan sodir palvonlar bo'lishi mumkin. Uning jang maydonida qurol tutib, urushdan keyin ketmanni qo'lga olgan minnatsiz ruhi texmi ulgulik. Bugungi haqqoniyat uchun kurashda sodirdek jon tikib kurash qiladigan, ammo g'alabadan burun va keyin amal tutishni rad qiladiganlar bakrak muhim. Chunki siz top maydonida karomat hujumchi bo'lishingiz mumkin, ammo komanda boshliq bo'la olmaysiz. Chunki bugungi miltiqsiz jangda komanda mashqovli maydonga tushmaydi. Bugungi jangda musobaqada hujumchi har qancha ko'p top kirgizsa-mu, mashqovul bo'lishni talashmaydi. Hujumchining g'alabasi mashqovul bo'lganlik bilan namoyon bo'lmaydi. Shunga bu puruqsiz jangga tayyorlangan bugungi Uyg'ur doim olqishliq ataman bo'lishni emas, balki unsiz pidokor bo'lishni, qurolning suridan boshqa so'zning kuchiga, o'qning qudratiga emas, bilimning xurmas quvvatiga ishongani afzal.